Islom dinini qabul qilganingizga oilangizning munosabati qanday bo'ldi? Men musulmon bo'lganimda oilamdagilar juda xursand bo'lishdi. Islom tufayli emas, undan keyingi o'zgarishlar tufayli. Ijobiy o'zgarishlar. Alhamdulillah, islom dini menga go'zal ta'sir qilganini ko'rdilar. Qisqasi ular bundan mamnun edilar. Ehtimol bu hol uzoq davom etadi deb o'ylashmagandir. Ammo meni qisqa muddatda o'zgarganim ular uchun yaxshi edi. Alhamdulillah. Hali ham ular meni qo'llab-quvvatlashadi. Oilam bilan munosabatlarim juda mustahkam, alhamdulillah. Ular boshidan qo'llab-quvvatlashdi. Yaxshi eslayman. Bobom AQSh armiyasida xizmat qilgan. U aslida piyoda askarlardan edi. Ikkinchi jahon urushida Germaniyada Gitler tuzumi qulaganidan keyin urushga kirgan birinchi piyoda askarlardan edi ular. U ba'zan armiyadagi og'aynilari bilan internetda gaplashardi. Onlayn emas, telefonda. U men ularda nima borligini bilmayman deb aytardi. Musulmonlarda masjid bor, Qur'on bor. Buni nima ekanini bilmayman-u, lekin menga yoqdi. Nabiram o'zgarib qolgani uchun ham derdi. Nabiram hozir yaxshi, uyda o'tiradi. Kechqurun ko'chaga chiqmaydi, uy ishlarida ko'proq yordam beradi derdi. U mendagi o'zgarishlardan juda xursand edi. Alhamdulillah.